Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan aziz birodarlar va musofirda yurgan aka-ukalar. Bu joyimizni Samarqand viloyati nima dedi? Ishtixon tumani Balxayon mahallasidan olyapmiz. Ustanovka darvozalarimizni qanday ochilib bekilishlari, materiallari haqida bafirja ma'lumotlarni berib o'tamiz. Tak, darvozamiz ochilib bekilishlarini ko'rdilaring. Bir uyni holatiga mana bu holatda, bu darvozamiz bu holatda o'rnatishimizga sabab bu tomonga o'tib olingda. Darvozamiz bu holatda o'rnatishimizga sabab bu tomonga ochilganda yo'lda to'sib qo'yilgan holatda ikkisini eshiklari отдельный holatda bo'lgani uchun darvozamiz ochilishini 90 gradusga chekka qilib o'rnatdik. Kimni sharoiti shunaqa holatda bo'lsa 90 gradusdagi darvozalarimizni maslahat beramiz. Juda ham yengil ochilishi. Endi oldiga o'tasiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar va tez, sifatli va aniq qilib sizni joyingizga mo'ljallab yasab, olib borib o'rnatib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'lasizlar.